Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'zchilangar jamoasining navbatdagi video obzori. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi videomizda quyidagi kotyorlarimiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Ularning quvvati, qanday yoqilg'ida ishlashi va narx-navosi haqida ham ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Demak, ko'mir kotyorlarimizdan boshlaymiz. Ayni kunda quyidagi ko'rinishdagi 3 xil modifikatsiyada ko'mir kotyorimiz mavjud. Ya'ni yuqoridan ko'mir soladigan holatdagi kotyorlarimiz 100 kvadratga, 200 kvadratga, 300 kvadratga yasab taqdim qilinmoqda. Bugungi kundagi narx-navomiz, demak, avgust oyigacha amal qilinayotgan narx-navolar. Avgust oyidan so'ng kotyorlarimiz narxi ko'tarilishi kutilmoqda. Xo'p, birinchi holatda 100 kvadratga kotyorimiz narxi 6 million so'm, 200 kvadratga kotyorimiz narxi 7 million so'm, demak 300 kvadratga kotyorimiz narxi 8 million so'mga baholangan. Hammasi aqlli rejimda ishlash imkoniyatiga ega. Bu birinchi va uchinchi holatda ventilyator va termostat qo'yilmagan. Ayni ko'rinishda mana shunday kompleksda hammasida jihozlangan holatda taqdim qilinadi. Hop, keyingi kotyorlarimiz, sapok kotyorlarimiz haqida ma'lumot berayotgan bo'lsak, 100 kvadratga, 100 kvadratga, 200 kvadratga, 100 kvadratga sapok kotyorlarimiz eshigi oldi tarafda va eshigi orqa tarafda holat bo'yicha farq beradi bir-biridan. Hop, bugungi kunda kotyorlarimiz narxi 4,5 million so'mga baholangan. Ventilyator va termostat bilan jihozlangan holatda 4,5 million so'm, ventilyator va termostatsiz holat bo'yicha 4 million so'mga baholangan. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bu ko'rinishda mana ventilyator va termostat joylari qo'yilgan, to'liq komplektatsiyada, demak, jihozlar bilan jihozlab bergan holatda taqdim qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Demak, keyingi kotyorlarimiz universal kotyorlar. Bu kotyorlarimiz ham gazda, ham o'tin ko'mirda ishlash imkoniyatiga ega. 200 kvadratgacha bo'lgan hududni qizdirish quvvatiga ega bo'ladi. Ular ham mana termostat va ventilyator bilan jihozlanadi. O'rinlari mavjud, kimga chap tarafdan, kimga o'ng tarafdan. Ayni kunda bu kotyorlarimiz narxi 5 million so'mga baholangan. Faqat gazda ishlaydigan kotyorlarimiz ayni ko'rinishga ega. Gazli kotyorlarimiz 50 kvadratga 1 million so'm, 100 kvadratga ikkalasi ham bir xil quvvatga ega. Demak, 1,5 million so'm, 150 kvadratga 2 million so'm, 200 kvadratga 2,5 million, demak, 250 kvadratga 3 million so'm, 300-400 kvadratga 3,5 million so'm bahosida baholangan. Ayni gazli kotyorlarimiz. Bu yerda ham bir qancha turi bor. Axtay kotyorimiz 200 kvadratgacha bo'lgan holat bo'yicha 4 million so'm. Quyidagi kotyorimiz 150 va 200 gacha bo'lgan hududni qizdirish quvvatiga ega, avtomatik gorelkaga moslashtirilgan holatda og'iz qismi yasab olingan. Demak, narxi 2,5 million so'm. 100 kvadratga kotyorimiz tepasida ten o'rni bor, 1,5 million so'm. Kichik kotyorimiz 1 million so'mga baholangan. Ayni ko'rinishda kotyorlarimiz, demak, yasab taqdim qilinmoqda. Hop, kotyorlarimizga ishlatilgan mahsulotlar quyidagi ko'rinishda ko'mir kotyorlarimiz hammasi 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy горячий листlardan yasab olingan. Qalinligi hammasida bir xil 3 mm qalinlikka ega. Buyurtma asosida istagan ko'rinishda, istagan qalinlikda yasab berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Gazli kotyorlarimiz esa, demak, birinchi holatda birinchi va ikkinchi holatda 2,5, bu yerda 2,8 riflonli, 2,5, 2,8, 2,8, 2,8 qalinlik. Axtay kotyorimiz, demak, 2,5, 2,8, 2,8, 2,8 qalinlikdagi listlardan yasab taqdim qilinmoqda. Barcha turdagi gazli kotyorlarimiz yopiq tizimda ham ishlash imkoniyatiga ega. 3 bar atmosferada, demak, tekshirib ko'ramiz. Demak, bemalol yopiq tizimda ham ishlash imkoniyatiga ega. Shu bilan bir qatorda ko'mir kotyorlarimiz ham bosim ostida tekshiriladi. 3 bar davleniya ostida tekshirib ko'ramiz. Demak, undan ortig'iga hojat yo'q, sababi zrivnoy klapanlar, demak, tizimda 3 bar davleniyadan so'ng havoni qo'yib yuborish imkoniyatiga ega bo'ladi, ya'ni bosimni chiqarib yuborish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, barcha kotyorlarimizni, demak, yasab taqdim qilish holati bo'yicha dastavka xizmatini ham yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatini ham o'z bo'ynimizga olganmiz. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.